beradi. Bizning qishlog'imizga zombilar hujum qiladi. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, 1 yil oldin ham qishlog'imizga zombilar hujum qilgan edi. O'sha video oxirida qishloq aytganidek, bu safar 4 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha, juda ham qiyin va ilojsiz. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Men va qishloqi. Qishloqi ishkal, uyimizni himoya qilishimiz kerak. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Xo'sh, sen meni eshityapsanmi? Jim tur, o'zimni quvontirish bilan shug'ullanyapman. Qishloqi, hozir o'zingni xursand qilishni vaqti emas. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Ana u tarafdan kechasi bostirib kelishadi. Nima? Allaqachon 1 yil o'tib ketdimi? Ha, qishloqi o'tdi. Bugun bizning qishlog'imizga juda ham ko'p zombilar hujum qiladi. Shuning uchun biz mustahkam qal'a qurishimiz kerak. Xullas, qishloqi, qal'ani bir tarafini sen qurasan, bir tarafini men quraman. Shunda tezroq bo'lamiz. To'xta, mana bu uchada anchadan beri hech kim yashamaydi. Kel